Değişim arkadaşlar. Biz bu saatlik dersimizden de linear light'ni aldığın saatte linear light'ni sözleyip bu saatte relay light'ni sözleyimiz. Undaqda biz relay light'ni paydalanıp oddiygina bo'lgan bir damlujemiyen chiqarib ko'rib boqaylik. Undaqda men buni uçuruytay. Undaqda ben bunu relay light qo'shib andın biz misal elib chiqarib ko'raylik. Bu qo'zg'aladimi? Aldığın saatte monitor işletken bu saatte üzerimin yansıdan faydalanıp üzerimin yansıdan monitor yapıp işlettim. Undaqda biz muşu körünümüzni muşundaq bir körünümüzden birini çıkarıp ko'rib boqaylik. Eng avval bununla bir tal bir light işletip tepsini yezib olaylik. Aldılan meşpermet qilib bunun egizligini 60 dp qilib bunun background'ini Android background'ini bunu mushu xil ko'kranda qilib ko'raylik. Andın biz bir tal tekst qo'shaylik bununla. Undaqda text diyor buniki komponent komponent qilib buni men egizlikni va kenglikni mo'ran holatda qanchalik mazmun bo'lsa shunchalik mazmun chiqsin. Undaqda buning mazmunini Android tekstni text size'ni 18 db qildi. Andın Android tekstini damlujemiyen deb yazdı. Andın bu bizninki endi mav töpüs chiqib oldu. Töpüsü andın bununki light grafity'sini center qildi. Andın biz bunu avval bir töpüs qandaroq chiqdi. Biz bunu ko'rib boqaylik. Undaqda bu hozir icra bo'lib ko'rilyapti. Anjom oldu. Qo'zg'aldi. Ko'rganimizdek mayani biz chiqarib oldik hozir. Töpüsini biz töpüsini mayerni biz yo'q qilib etsak bo'ldi. Bu yana yo'qotish uchun bu yana asli yig'lam dichan qo'ysamdan bu ya yo'qolib ketadi.
qo'zg'aldi. Buni to'pisini biz kiyiknikidek bir nemisini chiqarib oldik. Qandaqda biz buni xetini text colors'ini oq qilib o'taylik. Text color sini oq qilaylik. Undaqda biz yana bir ko'raylik. Kiyiknikidek bo'pmi qoldi. Undaqda biz ma'noga o'xshash bir tekstni edit tekstdan birini yozaylik. Undaqda men bu yerga yana bir tal relately'dan birini quray. Undaqda bunun kengligi match olsun, egizligi bununla 150 dB qilay. Undaqda bu ma'noning asli tutsin, bunun uchun bunun bir tal ID beraylik. Bu ID RL1 olsun. RL1 deb qo'yaylik. Ondan bu Android Light Blue deganga ma'no bo'lsa bu ma'no bo'lsa bu textini ko'rsatadi. Ma'noning texti tutsin deylik. Ma'no bo'lsa to'pisini tutsin deylik. Undaqda biz textida ID'sini ko'rsatib bersak bo'ldi. Undaqda buni ID'si RL1 deb yozdik. Undaqda biz buni textiga qo'ygan bo'ldik. Undaqda bu download bas ko'rinisini biz oq qilaylik. Mundaq sal oq emas, bir xil qo'ydim endi. Oq ranglik sut rangida kirib qolgan. Undaqda biz bununla ikki tal edit text qo'yaylik. Kengligi match egizligi komponent olsun, o'zining mo'ran alat tutsin. Ondan bunun background'ini 0 qilib bersak, ondan bunun ostiga buning ID'sini berib, ostiga yana bir edit textdan birini quraylik. Chunki mayada mau bir edit text, mau button, mala bu textio button deb qo'ysam bo'ldi buni. Buttonni ishlatib aslini tumen qilib etgan. Shuna bo'lgan ekan, biz mayani bundaq chiqardik. Undaqda biz maniki Android ID'sini id et deb qo'yib, et bir deb qo'yay. Undaqda mau mayada azroq bo'shliq bor ekan, shundami biz buni azroq textga tushirib qilishimiz kerak ekan. Undaqda biz mayaga Android Light margin button margin button'sini biz 20 dB qilib qo'yaylik. Undaqda biz to'piga chiqarib textga tushadiqmi bir ko'p aqli.
kengligi pek çoğup ketdimi qandaqa? Buni 50 deb qilib qo'yaylik ma'nosini. Endi buni margin light top o'zgartib sinab baqili. Margin top 20 db qilib endi ko'rib baqili. Oyimqidek set chiqib qoldimi endi ko'rib baqani ko'ramiz. Meyada arılık kaldı şimdi ama meyali pek yoğan çıkıp gitti mi o kandak kıygisini biz 20 db kapakalı bu ya nemiş özgermeyiz zaten. Oyum kıtaklam turuptu ya. Mayan çıkırıp ma'nun background'sini nalqa vettik. Bunu nalqamay content qilay varab content qilib bir sinab baqilay. Mau naning ishgan desanglar biz maning kengligini manjib qilib buni backgroundsini anda qilib qo'yibdik. Biz buni o'xshidimi deganda hozir buniki oppoqlam ekan shundami? Biz buni oppoqlam qilaylik. Buni backgroundsini elitib andin buniki Android backgroundsini elvetsek andin text diyodin yeni birini tashlaylik. Buniki ma bir yer qilib qopti. Nota biz menga mayal bir siziq bormi va siziqni manda ifodalaylik. Bununla view'dan birini qo'shib buniki siziqni ifodalaylik. Buniki to'shib chiqsin, ma'u 1 db olsun. Andaqda biz buni backgroundsni ma'qul rangda mayal ko'rinib turdi bu. Mushkul rangda chiqirli. Undaqda bu nima tutsin deganda edit tekstni ostida light margin Android light blue deganlikin et birini osti tutsin. Andin bununla yeni bir edit text qurib majburmat component varab deganlikin varab content deganlikin andin maning ostiga bir xat kirgizib qo'yaylik. Bununla maliyadan nim debdi qani ko'p baqilay QQH andin shoji ha andin yo'shan debdi. Biz 3 narsani chiqirib oldik. Undaqda ma'nung'ima bir tal ostiga xat kirgizib qo'yaylik. Bununla mima deb qo'y. Andin bu nima tutsin deganda ma view'ga bir tal id berib o'taylik. id'si Viber bo'lsin.
V1 bolsun. Undaqda bu bunun ID'si ID koymaymiz en ahırı bolgan ekan. Bu fakat görünümüzü yazdık hazır. Java'da ötmedik, Java kısmını yazmaymiz. Fakat görünümüzün bir quruyun bolgan ekan, görünümüz kontrollanı. Andan Java çıkıp muşuna ameliy görünümüz. Undaqda biz bunu load degan kirib bununki V1 degeni aslı tutsun. Undaqda bula önüm qandaq çıktı bir körüp baqılay. Mayal bir hatalık yüzüyedi. Menimce bu hatalık muşuna hatalık. Mahas ekilip manın bir bitey sizge çıkmasın. Bu undaqda içilardı. Çekinip ketdi bu. Ben elit baqlay bu. Muşning işi mi zaten nemning işi bir ko'rib baqlay. Biroz ma belgiler qatori kirib qilib ijro o'zi to'sqinlik qilatamdi. Şu belgilerke bundaqda QQH debden qo'yilay. QQH andin shojiH yo'shan deb mustaqlam aralaqil tashlab qo'yilay. Bunu text alette ispaklay. Ketib oldim avqat. Andın mana hindisini elitili amni ko'rib baqlay bu yeni chekinib ketaman.
mani elbet dep mani astılan tutsun tino astılan andın mavu elbirno aslike hazır biz çıkağımız mında oldu. Ondaqda biz bu yerge hazır maki günün qandaq bir körep aqlı mao appaqlan bir tomi renkke mao tehditkisi tehditkarani biz azraq özgertiş görgüsüle Mushniki background'ga Android background'si bunun background'si FF2 bosqan serxana chiqib qoldi. Biz uni mağlarında ifadelerle yenilem. Nasıl çıktı? Bu ne mağrani büyük bemeyli büyük bemey şu en tepski linerler tutulan birip çıkırlı bunu. Hazır mandaq çıktı bu işkital. Bu qandaq oldu degende hazır mayadan azraq arliq bor ekan shunda ama biz arliqni azraq tanishaylik. Undaqda meniki Android Layut left'siga bununga bu so'ng taraf deb bilsanglar bo'ldi. Sol tarafga azraq ma'lum bununga 15 dB qilib beraylik. Andin buniki nima 15 dB qildi. Andin bunu backgrounds'ni null bunu da backgrounds'ni 3 tal ma'qul rangda oppoq rangda chiqsin. Undaqda bu ikkisinin aralığıda azraq nemisi var ekan. Andin bu ikkisinin o'rtasida bo'lgandan keyin buningga 50 dB qilib bu araliq belgilab chiqarib ko'rib baqilaymi. Mau mandaq qilsak mayada mana chiqib qoldik. Undaqda biz shu bu o'zbektin turaversa biz uningga azraq arliq berib bilan buni chiqarib bilan qilib undaqda biz mau qo'shqinimizni elib deb
yana birisi emergency elbettoq. Andaqda biz bu xetning oldiga ma'nunga mundaq belgi qo'yili. Undaqda bu xetning oldiga andan 4-5 ni qo'yib etdim. Undaqda bizim bunu 4-5 ni qo'yibli. Endi buni chiqarib ko'paqla. Mana hozir asosiyatin Kikunikiga o'xshabmi qoldi. Biz undaqda buning o'ttirda azroq siziq bormikanmi deyman. Shu siziqni chiqarib ko'rli. O'ttirsiga buniki tekstiydan birini elib buning ostiranlam başqa xil qilib tanglab qo'ysam bo'ldi. Buning bir db bo'lsin. Andin buning background'si tepsiga o'xshash ff bu tepsiga o'xshash e bo'lsin. Undaqda bu qanday unumda chiqdi buni bir ko'rib bakalım. Andin yana bu 1 db qilsak bu ko'rinmay qoldi ekan. Bu ko'rinmay qoldi ekan. Undaqda biz buni 2 db qildik. Biz buni o'rin tanishimdik ras. Bu ikisinin o'tirib ekan buningga buni Android ID1 TV1 deyli. Andin bu TV1 TV1'ni aslı tutsun. Ondaqda TV1 ET1'nin birinci tekstini aslı tutsun. Ondaqda bunu bir ko'p baqil. Buni bu bizning o'ylaganimizdek chiqibdi. Undaqda buni xat yozsak bu xat yozsam mayada chiqib qoldi ya. Taktik mana bosgandagi taktik tushdi mana. Bu tuvandagidek chiqdi. Undaqda biz yeni kam qolgan Çuşav knopkası bu knopkani ahırdarak bununla qo'shitaylik bo'ldi. Undaqda biz download'ning maya chiqqan bo'lsa asli yadillam tansak qo'lda tanshaydi to'q yani. Bu yer chiqmay qoldi. Undaqda biz buni qo'lda yozaylik. Andin buniki kompyuter varab bo'lsin. Andin ani 18 qilib buni 15 qilaylik. Android teksti buniki Çuşav bo'lsin. Andin bu mavut Android bununla ID berip TV1'ni işletip olduk şimdi ama TV2 deb beray. Bununla bu TV2'nin Android Light bu TV2'nin bu mayada mandaq tutsun. Bu ne etsenler bu son taraf bo'lib qolibdi va o'ng tarafga kiraylik. Layot
L R deb basqandan keyin buni bu nima deb tushunamiz deganda buni mushu mayga ID'dan birini tanlab bersak, mushu ID'si va bir tal sujenning o'zining o'ng tarafida tu deganlik ma'nosi chiqadi. Biz bu hatto chiqib qolgan bu layot andin erni basqandan keyin mani tushirib qo'ysak so'ng tarafda chiqadi. Undaqda biz bu text color'si bunun qandaq oppoqkan oxirani bir o'tayli. Android text color oxiran mana yerga mana chiqib qolibdi. Bu mau o'tir to'g'rilanishi kerak. Kekuniki o'tir to'g'rilikka undaqda mani biz Android layout center deb bir xasligi bo'ldi. Center horizontal qilib buni tushirib qo'yaylik. Andin buningga Android margin relightni buningga 10 dB qilib beraylik. Endi buni ko'proq qilay. Hozir mau o'tirib kelgan lekin ammo mau mayzu surilib ketgan ekan, anda chiqib qoldi ya. Biz buni mani elib etgan ekan, o'tir to'g'rilandimi bir ko'proq qilay oldida. O'tir to'g'rilangan bo'lsa bu o'tir to'g'rilanib ekan, bu o'tir to'g'rilanib ekan. Undaqda biz mau xasligini elib etib endi chaplaymiz. Andin endi ko'proq qayda o'qib ketdi bu. Aslida o'qib chiqqan bo'lsa, bir tatgan bo'lsak, o'z tanishib berdik, bunda qo'l dizib o'ltirmaydi buni. Hozir deganimizdek bunda chiqibdi. Undaqda biz buni ikkisini hozir biz chiqqanimizdek chiqdimi? Lekin ammo biroq tepsi chiqib qoldi shundami? Undaqda biz buningga layout grafiti'sini layout grafiti'sini center horizontal bakılır. Bu xasligini qo'shmay buningga Android grafiti center qildi. Ondan buni bu xaslikni birlay.
bununğa Android margin yine kattık olmağı. Bununğa margin topsini bu qancha qilib bunun aralığını ko'rib bakaylik. 60 olsa bu 30'ya to'g'rilansin. Bundaqda bunun o'xshash 30'ga to'g'rilab ko'rib bakaylik. Otuz pek düşüp gitti şimdi ama bu 15 olsun. Martin Tops 15'te 15 olsun. Ben 3 tip. Ondan biz Mayaga yeni bir tane light kurup hazır. Tehditki botton silen işgal oqtini bir çıkıp bakaylı ondan. Mana 2 o'xshash chiqdi hozir. Undaqda biz endi hozir biz moyani maaşiktal bölümünü çıkarıp olduk. Undaqda biz endi ma tehdit ginasini bir çıkarıp bunu ko'rib bakaylik. Undaqda tehdit bir dal button suakka bunga light'ın birini qurayım. Light majburmat buningki bo'lsa bu majburmat olsun. Undaqda bu ma'lum aralığı maya qancha bergan bu yerga 20 deb beribdi. Buni 20 deb beraylik. Andin bu mau RL1 mau mana RL1'ning ostida bo'lsa RL1'ning ostida tutsin. Andaqda bunun başqasıları yo'q. Andaqda başqasini yozmaylik. Undaqda biz menga bir tal buttondan birini qo'yaylik. Buniki majburmat olsun. Bununla majburmat qilib bunu tekstini de bizlep download deb yazaylik. Download deb yazgandan keyin bunun Android text colors'ni aql bitaylik. Andan buniki Android background samiyaga topsin qaysi xillarni ishlatgan to'q ko'p bir xillarni ishlatdik. Mushurani elib buniki ayollar o'xshash chiqish uchun bunun botton sig'bray bo'ladi. Andaqda biz buningki aralıqli 10 dipten tanışaylik. Android buningki layout margin son tarafni 10 dB qilay. 15 dB 10 dB tutsun. Undaqda Android layout left'sini margin left'si bunun 10 dB son tarafı 10 dB olsun. 11'lik aralık kalsın. Undaqda biz bu qanday şavgo çıktı, qanday ünüm çıktı, biz bunu bir ko'rib bakaylik.
maç formatı olsa bulmaktak bu Arab kontinent olsa bu ana kalam ötüp gitti. Bu RL1 mağluken şunama bu RL1'nin aslı olsa bu içi çıkıp kaldıkken ondaqda biz bizim edit tekstini qilib Android ID ET2 deb elib buni bu ET2'nin aslı tuğay ondaqda biz buni köp aqlı kunluk hata vesilip ketken bu. Bu maya çıkıp kaldı bu bottan. Biz bunu taktik düşüreyli bu. RL1'nin astıda andın margin topsi margin topsuna işimikin bu menimce. Bunu elip şimdi köp aqlı Mağlayıt ne ekip kalı zaten. Ondaqda biz bu layitni bunda qurvanmay mush tekstning astiga mauni majburmat qilib ondaqda biz moyaga sayli. Endi bu Android Plus Light Plus ET2'nin aslı tutsun, andın bu qancha birlik qalsin deganda Light margin topsi 15 birlik müştaq baqlayın. Biz avyam müşet bir xaslıqını unutup qaptık. Şunu işletken bo'lsa bular kerakli. Damlıqqa ba'zi narsa isim ep bo'lamidim. Bundan mushketdim bana bir ana chiqib ko'rildi. Mana biz meni download jamiyatdan birini yasab bitirib degan gap hozir. Mana nimda qilganda ma'birim chiqib download jamiyatdan birini yasab bitirdik. Ondaqda biz bu tekstga ishqtal mau xatni ma'no bilan ma'ni ko'rib aqli. Bunun hozir hech qanday shijan ish qo'shmaymiz, faqat mush ko'rimizni bir qadar chiqarishlar bizning maqsadimiz. Undaqda biz buni ko'rimizni chiqirli. Undaqda biz bunga tekstni qo'shaylik. Tekstning URL'si foydalanib qolgan ekan. Uni tekst botdan o'xshash besib turib yozib bo'lgan shijanlar bor. Undaqda bizni Arab kontinent bunu Arab kontinent andın tekstga unda bezilibdi buni Jiwang Mima Wang Ji Mima andın bununla bu ne turdu degende şu botdan Android ID şu bot'unki ET1 deb qo'yili. Şu bot'unning asli tutsin.
Android Light bo'luvchi buttonning ostida ma'no asıl tutsun. Andın bunun qancha birlik qolsin degan maash xoslikki azroqdan orliq qolib turishindami orliq qolgan azroqdan orliq birli andin bununga buma 15 orliq qilib chiqsin bununga undaqda xosliklarni elib oldim undaqda biz bu nariz tutsun deganda bunun Android Light olgin bu son taraf Q olsun andın invertal qilib bunun invertal julib elib bu TV3 olsun Android TV3 andın bu Android TV3'ünü asıl tutsun TV3'ünü asıl tutsun andın bununki son taraftan başlanıp ani son taraf başlanıp on tarafta başlanıp şu olsun andın bu Shin Yonghu Jusa da olsun Shin Yonghu Jusa olsun andın bununki text color'si bot'unki bilan o'xshash qildi text color'si Android text color'si bot'unkilar o'xshash olsun andın text size'i bunun Android text size'i bununki 14 dB olsun andaqda men ikki xoslikni ma teknik tushirib olay ikki o'xshash bo'lgan ekan andaqda biz buni ko'rib baqlay bu qandayroq unum bilan chiqdi lekin mau pek tadqiqot qilib turibman buningki biz buni tahdid tursun dedik bunun tahdid tursun emas bunun o'ng tarafida tursun deyish uchun mau yo'q hujjatnoma buniki Android Light olgin şu tarafida TV3 şu qilganim to'g'ri bo'ldimi bir chiqib baqli ta'tir chiqib qolamdi o'yindan bu ta'tir chiqib qolibdi-ku. Undaqda ta'tirim chiqmabdi, bu ish qanday xoslik berilmabdi. Undaqda biz buni bulosini, qani bu bulosi elbetib endi qilsak bu ishning ash bulog'ini birga chiqib qoldi bu yaqchani. Mayada chiqib qoldi mana deganimdek. Unda biz buni botni ostiga qo'ysakchi. BT1 shunami? Bu BT1ning ostida
Buna bizning chiqarmoq bo'lgan ko'rinmamiz chiqib oldi. Biz ko'rinmamizni o'sha kekvedek chiqarib qilib bo'ldik. Bir o'xshamagan yeri shu cho'cha osib qoldik knopka. Buni bu yer qanday qilamiz deganda mousening ichiga selektor klip degandek bir narsalarni qurib olamiz. Buning ichiga selektor degandek bir narsalarni qurib radiosini mancha qilib bergan ekan, anadan keyin buni chiqara olamiz. Buni bu yerni ayrim soat dars qilib so'zlaymiz. Undaqda maya chiqmadi yana. Bu yer chiqqan bo'lsa, xo'p, bunda his bo'lish hojat yo'qdi. Bizning bu soatlik darsimiz shu yerda oxirlashdi. Undaqda keyingi soatlik darsimizda Fremlight'ni so'zlaymiz. Undaqda diqqatingizga kelar soatlik darsimiz bo'lsin. Xayr, xo'sh.